أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddasga hamdu sana. Peygamberimiz Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua salam yollab bo'lgandan keyin maqsad kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Hazreti Ubaydullah ibn Mas'ud bin Taj Sharia Mahmud rahimahullah yozgan Tanqihul Usul fi ilmil usul nomli kitobning 2-darsiga keldik. Biz bundan ilgirki darsda, ya'ni 1-darsda bu kitobniki xutbasini tafsir qilib sharhlab o'tgan edik. Endi bugun bu kitobning asosiy mazmuniga o'tdik va bu kitob asos jihatdan bir muqaddima ikki qismga bo'lingan. Muqaddimada bu kitobimiz usulul fiqhini usulul fiqh kitobi bo'lg'achqa muqaddimada usulul fiqhning nima ekanligini, avval ayrim usul nima, fiqh nima, undan keyin usulul fiqh ikkisi idofat e'tibori bilan qanday ma'noni ifodalaydi degan bu mazmunda usulul fiqhni muqaddimada ta'riflab o'tib bo'lgandan keyin ikki cho'ng asosiy qismga keladi. Ikki cho'ng asosiy qismning birinchi qism Qur'on, hadis, ya'ni kitob, sunna, ijmo, qiyos qatorliq 4 dona Qur'oni Karimdan 4 dona shar'iy dalilni bayon qiladi. Uning ikkinchi qismida bo'lsa shu kitob, sunna, ijmo, qiyosdan chiqqan hukmlar, shulardan chiqqan hukmlar va shu hukm chiqadigan oyatlar va hukm qilingan nimalar, mukallaflar, shariatda shu hukm shularga tushgan, shu hukm shularga buyurilgan mukallaflar haqida tadqiqot olib boradi. Shu haqda izdinish olib boradi. Endi biz darsimizni boshlab ketsak, musannif rahimahullah bu kitobini usulul fiqh deb boshladi. Avvalan usulul fiqh, ya'ni usulul fiqh, ya'ni bu qo'lingizdagi bu kitob, hadihi usulul fiqh degan bo'ladi. Yani qo'lingizdagi bu kitob usulul fiqh kitobidir. Yoki musannif rahimahullah bu kitobdan usulul fiqh degan gapidan bizga maqsadi nima? Usul fiqhni ta'riflab bermoqchi. Ta'riflamoqchi bo'lganligini izohlab bizga tushuntirmoqchi bo'lganligin usulul fiqh degani, usul fiqh degan nima demak? Usulul fiqh ya'ni mahiya degan bo'ladi. Yani usulul fiqh degan nima deb ham javobni bizga beradi. Al-aslu, musannif rahimahullah al-aslu dedi. Nima ishqabni al-aslu deydi? Chunki usul degan gap, hozir biz usulul fiqhni idofat e'tibori bilan tushuntirmoqchi bo'lib, idofat e'tibori bilan tushuntirmoqchi bo'lsak, avvalan ikkisini ajitib o'tadigan gap. Usulu mudaf, al-fiqh mudafun ilayh. Unda bo'lgandan al-fiqh mudafun ilayhni ajitimiz, usulni ajitimiz, undan keyin usulni ta'riflaymiz avvalan. Usulni izohlab o'tamiz. Usulni izohlash uchun usulniki biz ad-dasabda ishtiqoq ilmi bilan buniki asliga qaytamiz. Buni asli nima? Usulning asli esa asl. Usul degan ko'plik shakl. Asl degan birlik shakl. Ya'ni Uyg'urcha tarjima qilganda asl degan bo'lsa, usul dek asllar degan bo'ladi. Shuning uchun har qanday izohini tushuntirmoqchi bo'lsa, ko'plik shaklini asldagi birlik shakliga keltirgan gap. Shunga asl degan gap ma yubtana alayhi yoki ma yabtani alayhi ghayru. Ya'ni boshqasi uning ustiga quriladigan narsadir. Ya'ni boshqa narsalar uning ustiga quriladigan har qanday narsa nima asl deb ataladi. Ya'ni bizning Uyg'urlashtirsak, ul asos. Masalan, uy imorati hammasi nimaga quriladi? Uyning uliga quriladi. Uyning ulining ustiga quriladi. Shuningdek, asos degan gap har qanday narsaning tigi uli asos bo'ladi. Ya'ni ul asos degan gap ham Uyg'urlashtirsak. Endi miyada mavu
bizga tushundigani ma yabtani alayhi g'ayruh degan bu gap asli hissiy ta'riflab hissiy yo'l bilan degan bizniki bash sezgi a'zoyimizdan ya'ni ko'z bilan ko'rga bo'ladigan, quloq bilan angla bo'ladigan, buni bilan tutib, buni bilan turg'u bo'ladigan, ig'iz bilan tetiq bo'ladigan, til bilan, qo'l bilan bunday silab tutquli bo'ladigan, bunday hissiy tuyg'u asosida lug'at nuqtasidan bizga nuqtada ta'riflab bergan fiqh istilohida shu deganda fiqh istilohida al-asl degan gap ya'ni ma yabtana alayhi g'ayru degan hissiy e'tibor bilan bo'lsa, ya'ni sezgi e'tibor bilan, ma'no e'tibor bilan bo'lgan desa u chog'da nima deymiz? Ma'no e'tibor bilan, ya'ni shu bir asldan, ya'ni bir asl degan nima? Asl degan dalil. Fiqh istilohidagi asl degan dalil. Ya'ni biz hukm chiqarmoqchi bo'lsak, hukmning asosi nima? Dalil. Masalan, Qur'oni Karimda aqimus solah deb kelsa, namoz o'qing deb kelsa, aqimus solah nima? Dalil. Farz, shu aqimus solatni chiqqan namoz o'qish farz degan hukm nima? Hukm. Demak, asl nima ekan? Dalil o'ti. Demak, asl degan gap, ya'ni hukmlar kelib chiqqan dalil degan bo'ldi ma'nosi. Hukmlar kelib chiqqan dalil degan bo'ldi fiqh istilohidagi ma'nosi. Endi musannif rahimahulloh bu yerda bu kitobda shu degandek musannif rahimahulloh xutbada bizga so'zlab o'tgan. Men bu kitobimda Imom Faxrur Razi yozgan Al-Mahsul degan kitobning zubda degan eng esil, eng to'g'ri, eng baland yerini va Ibn Hajibning muxtasar usul Ibn Hajibniki bir yozgan muxtasar usulusi bor. Qisqacha bir usul kitobi bor. Shu kitobniki isil javharlarni keltirdim dedi. Endi isil javharlarni keltirgan shu kitobdagi mazmunlarni birlashtirgach, endi chunki ikki musannif rahimahulloh masalan Imom Faxrur Razi ham Shofiy mazhabida masalan. Demak, bularni keltirdim dedi. Hanafiy mazhabidagi Usulul Bazdaviy degan kitobni uni asos qildim dedi masalan. Endi buni keltirishsa, bu shu kitobdagi isil mazmunini men kitobimning ustiga qatdim deydi. Lekin shu kitobdagi ba'zan bir nimaga to'g'ri bo'lmay qolibdi. Bunda belki to'g'ri bo'lmay qolibdi. Bunda qilsa ham yaxshi bo'ladi degan mazmunlarni yana o'zimning fikrini qatdim degan shu mazmunlarni beshta tushuntirib o'tganman. Endi musannif rahimahulloh deydiki, ve ta'rifuhu bil muhtaci ileyhi la yattalid. Ve ta'rifuhu bil muhtaci ileyhi la yattalid deydi. Yani bu el-asl diyen bu gapni muhtac ileyhi diyen adam muhtaç bo'ladigan narsa. Boshqa şeyler unuğa muhtaç bo'ladigan narsa deb ta'riflash, izohlashning o'zi nima? Bu la yattalid. La yattalid deydi. Yani mushu ta'rifatniki dairasidan bo'lmagan, ya'ni mushu asl degan gapniki dairasidan bo'lmagan narsalarni mushu ta'rifatning ichiga kirib qolishidan to'sib qololmaydi degan. La yattalid degan gap ya'ni mani bo'lolmaydi degan, ya'ni mushu asl degan gapniki nimadan tarkibidan, dairasidan emas bo'lgan narsalarning shu aslning ichiga, aslning ta'rifatining dairasiga kirib olishini to'sib qololmaydi degan gap. Endi bu ta'rifatni al-muhtaci ileyhi degan ta'rifatni kim ta'riflagan desa, bu ta'rifatni Imom Faxrur Razi o'zining Al-Mahsul degan kitobida nima deb ta'riflagan? Usulul fiqh degan, asl degan al-muhtaci ileyhi deb ta'riflagan. Ya'ni boshqa narsa bunga muhtoj bo'lgan narsa deb ta'riflagan. Endi shu men boshda dedim, saboqdoshlar, qarindoshlar, shu Tanqihul Usul nomli kitobni boshlagan qarindoshlarimiz bo'lsa, shu Imom Faxrur Razining Al-Mahsul degan kitobini va undan keyin muxtasar Ibn al-Hajibniki usulini, bu ikki kitobni jonga hamma qilib olsanglar, bak yaxshi tushunisizlar bu tavdih, tanqih darsligini bak yaxshi tushunishinglar uchun ajoyib intayin yaxshi foydali. Endi mana musannif rahimahulloh bu kitobida ilmil mantiq qoidasidanmi masalan muqaddimatlarni va uniki shu ilmiy mantiq qoidasini menimcha
atalgılarını, istilahlarını mən keltirib qoydu. Şoň ilmi mantyqmy qalandaşlarynky bir ilmi mantyqmy özüge hämra kılışyny talap kılymyz. Ýaxşy düşünüş üçin. Emdi Musannif rahimahullah İmam Fahri Razi rahimahullah'nınki muşu muhtaç ilahi dep keltirgini bek kamil talifat bulanmay qadı. Mükemmel tarifat bulanmaya katı demek cemdi. Sebebi nima? Bunun deliliniz nima dese, bunun illetini getirip li'annehu la yutlaqu alel fa'ili ve's-surati vel-gayeti ve's-şuruta. Demiş ki li'annehu diye. Çünkü bu asıl diyen gapimiz la yutlaqu alel fa'il. Yani failga işitilmeydi. Ve's-sura diyen şekilge işitilmeydi. Vel-gaye diyen gap gaye. Nişan, maksat işletilmeydi ve şuruta yani şartlarga işletilmeydi. Emdi bu nemi diyen gap? Fail diyen nima, sura diyen nima, gaye diyen nima, şurut diyen nima. Bu yerda 4 narsa til kaldı. Demek muhtaç ilayhi diyen bir gapni nima işletildi dese, asli madde işletildi, asli manba işletildi. Emdi bunu texmi düşündiriş üçün sizlarga qanday düşündirimiz dese, mesela biz bir karvatdan birini yasamakçı. Bir karvatni yasamakçı. Karvatni yasaş üçün nimelerge muhtaç bulunmaz degan bir savol keladi. Biz bir karvatni yasaş üçün nimelerge muhtaç bulunmaz degan savol kelsa, bu savollarga biz 5 narsaga muhtaç. Biz karvatni yasaş üçün 5 narsaga muhtaçmiz. Birinci qilib al-madda. Madda degan nima? Shu karvat yasaladigan yog'och. Agar yog'och karvat yasamoqchi bo'lsak, shu karvatni yasaydigan yog'och. Agar tümür karvat yasamoqchi bo'lsak, shu karvatni yasaydigan tümür. Birinci ehtiyojli bo'lgan narsamiz nima? Shu karvatning xam materiali. Birincisi. İkinci muhtaç bo'lgan narsamiz nima? Al-fa'il. Yani shu karvatni yasag'uvchi masalan, yog'och karvat yasamoqchi bo'lsak, xalat. Agar tümür karvat yasamoqchi bo'lsak, tümürchi. Yani fa'il degan bu. Demek muhtaç ilahi diyen gap 5 narsaga muhtaçmiz. İkincisi muşuma tümürkçe yoki halat. Ve sonra diye üçüncüsü sonra. Biz bir karvatni yasamak için bu karvatni yağaçlı halatından yoki tümürlük halatından bir karvat bir xil şekildeki karvat akil için bir şekilge muhtaç. Bir xil şekilde yasaş. Bu karvat ne? Anda ya sapa şekilde de yoki şu tüpüste oturtacak adam oturardı. Şekilde bir xil şekilde yasaşqa muhtaç. Yani demek biz taşqı kıyafet degan sonra degan yani bir şekil lazım oldu. Yani demek bir çırtıyoruz dep böyle şu karvatni yasaydigan bir çırtıyoruz. Kallamizdagi, zihnimizdagi çırtıyoruz ve şu karvatning ameliyatga bo'lgan shunda bir yasalishi. Karvatlar şu üçün bir nimaga şekilga muhtaç. Yağaçlı halat tutup nima qilolmaydi, karvat olmaydi. Çoqum bir yağaçlı halatni özgürlep karvat halat kedish kerak. Şekilga muhtaç oldu. 3 oldu. Vel g'oya. Bu karvat yasaş üçün muhtaç bo'lgan, ehtiyoj bo'lgan narsa nima? G'oya degan maqsad. Bu karvatni nima uchun yasaymiz? Bu karvatni qanday shaklda yasaymiz desa, bunday shaklda. Bu karvatni nima uchun yasaladi desa, bu karvatni o'ltirish uchun, yoki bu karvatni yetish uxlash uchun, yoki bu karvatni boshqalarga setish uchun degandek murad maqsad bo'lsa, bakam hech kim yo'q, bekim karvat yasamaydi. Demak, buning bir nima g'oya bo'lish kerak. Unidagi va shurut degan bu karvatni yasalish uchun shart degan nima? Shart degan shu narsaning o'zidan karvatniki o'z manbasidan emas bo'lgan. Karvatga aloqasi yo'q bo'lgan, lekin osh narsa bo'lmasa karvat bo'lmaydigan narsa degan nima? Shart karvat yasaydigan asbab, masalan, yog'och bo'lsa, shu yog'ochni kesadigan hara, yog'ochni silg'ishtiradigan renda degandek. Agar tumur bo'lsa, shu tumurni kesadigan hara, tumurni nima qiladigan kapshar degandek masalan shundaq nimalar asboblar. Bu shamiz nima? Shart. Shurututu. Xo'sh, endi biz sizga misol keltirib berdim buni. Demak, bir karvat yasash uchun nimaga muhtoj bo'lganimizni 5 narsani qilgan futdik. Birinchi xam material, ikkinchi xalat, uchinchi karvatning shakli, to'rtinchi karvatniki yasashning maqsad, beshinchi karvat yasaydigan asboblar deb aytgan gap. Demak, muhtaç ilayhi desek, muş 5 narsa içi kirib ketdik. Endi biz asıl dedikmi? Asıl desek, asıl degan muş 5 narsadan faqat bir narsa ishlatiladi. Asıl desek, muş 5 narsaning için faqat bir narsa u bo'lsa, bu karvatni bir narsa deb bu karvatning tigini migina desek, Allah
bu kavatni tigi xaratgan demaydi, bu kavatni tigi tashqi qapitgan deyilmaydi, bu kavatni tigi o'tirishni yasagan kavatgan demaydi, bu kavatniki tigi asbobnikan deyilmaydi, nima deydi? Bu kavatni tigi yog'ochgan, agar yog'ochni yasagan bo'lsa. Bu kavatning asli yoki temir kavatgan yoki yog'och kavatgan deydi. Sifatlab keltirilgandimi? Demak, bir şeyning asli degan gapga mushu 5 narsaning ichidan muhtoj ilayhi deb muhtoj bo'lgan narsadan 5 narsani faqat bir g'ana ishlatilayotgan. Qolgan 4 narsa fa'il, sura, g'oya, shurut degan 4 narsa nimaga asl degan gap ishlatilmayotgan. Demak, asl degan gap ishlatilmayotgan narsadan 4 ta narsa ziyoda muhtoj ilayhi degan, muhtoj ilayhi desak 5 narsaga ishlatilayotgan, asl desak 5 narsadan faqat bir narsaga ishlatilayotgan. Demak, shu 5 narsaning ichidan faqat bir narsaga ishlatilgan 5 narsaning hammasi muhtoj ilayhi deb ta'riflab qo'ysak, asl degan ta'rifning ichiga asl degan gapni muhtoj ilayhi deb ta'riflasak, 5 narsaning hammasi kelyotgan amaliyotda bo'lsa, bu asl degan gapga faqatlam shu xam material degan narsa ham ketgan. Qolgan narsa kelmayotgan. Demak, bu la yattalit degan, ya'ni mantiq istilohi mo. Ya'ni birmuncha bu ta'rifatning doirasiga kirmaydigan birmuncha bo'laklarni kirgizib qo'ydi ekan, ham uni to'sib qololmaydi ekan. Chunki biz bir narsani ta'riflash uchun ikki xil omil bo'lishi kerak. Biri muttarid bo'lishi, ya'ni biri munakis bo'lishi, yoki biri mani' bo'lishi, ya'ni biri jami' bo'lishi. Mani' degan nima? Bir narsani biz ta'riflamoqchi bo'lsak, shu narsaniki bo'laklarini ta'riflash, shu narsaga tava bo'lgan bo'laklarini birini o'z ichiga elishi degan gap. Nima? Jami' bo'lsa. Ondan ikkinchisi shu narsaniki ta'rifatiniki bo'laklaridan bo'lmagan, ta'rifatning doirasiga kirmaydigan boshqa narsalarni nima kirishdan to'sib qolishi va chiqarib o'tishi. Demak, jami' mani' bo'lgan ta'rifat eng komil ta'rifatdir. Ana shu miyadagi muhtoj ilayhi deb qo'ysak, nima komil ta'rifat bo'lmadi. Illati nima? Shu muhtoj ilayhiniki, nima aslniki tarkibidan bo'lmagan narsani aslniki doirasiga kirgizib qo'ydi ta'rifat demakchi. Val fiqhu amdi musannif rahimahullah bizga al-asl deganni nima qildi? Asl degani shunday bo'ldi. Asl degani nima ekan? Hissiy ma'noda boshqa narsani ustiga qo'yilgan ulkan asos ekan. Hamda ma'naviy ma'noda, ma'naviy ya'ni hissiy ma'noda emas, aqliy ma'noda deyiladi. Aqliy ma'noda desa, aqliy ma'noda ya'ni dalil degan bu ekan. Ya'ni hukmlar, boshqa hukm, tarmoqlar kelib chiqadigan asos nima? U nima? Dalil degan gap. Qur'on, kitob, sunnat, ijmo qiyosdan iborat nima? Dalil. Dalil degan bu ekan fiqh istilohiy ma'nosi. Buni tushunib bo'ldik. Endi val fiqhu degan nima? Fiqhu deganimiz ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha va yuzadu amalan. Xo'sh, endi musannif rahimahullah bizga aslini tushuntirib bitib bo'ldi. Chunki hozir qarindoshlar kalongda aniq bo'lib qolsinki, idofat e'tibori bilan ta'riflaganda bilak ma'no chiqsa, ikkisi birikib bo'lgandan keyin usul fiqh deb atalgandan keyin ikkisi birikib bo'lgandan keyin birdigan ma'nosi laqab deb ataldi. Taxallus ma'nosi boshqa bo'ldi. Mana ikkisiniki ayrim ajratgandan ma'nosi boshqa ma'no chiqadi. Shuning uchun hozir shu ajratgan vaqtidagi ma'nosini tushuntirib o'tyapmiz. Val fiqhu fiqh degan gap nima endi? Lug'at ma'nosi, lug'atda bir narsani tushunish degan gap. Fiqh degan gap bir narsani fahm degan gap, tushunish. Bir narsani tushunish degan gap. Endi fiqh istilohidagi fuqaha, ya'ni bo'libmi Hanafi fuqahalari qo'llanilgan bu ta'rifat bo'lsa, Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning o'z ig'izi bilan qilib bergan ta'rifati. Va boshqalarimiz shunga ergashgan Hanafi mazhabidagi barliq ulamolar. Bu ta'rifat bo'lsa, fiqh degan ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha degan. Nafsga degan shaxsga degan gapimda. Nafs degandiki bir necha mavzu biz nafs degan barchaqda o'z degan ma'noni ko'rsatadi. Barchaqda jon degan ma'noni ko'rsatadi. Barchaqda ko'ngil degan ma'noni ko'rsatadi. Endi bu yerda nafs shaxs degan ma'noni ko'rsatadi, ya'ni shaxs. Ya'ni shaxsning o'zi demakchi. Har qanday shaxsning malaha degan
Ma'rifat nafs shaxsga nima qilsa joiz bo'ladiganligini va ma alayha degan nima qilsa harom bo'ladiganligini bilishdir. Nima qilsa joiz bo'ladiganligini va nima qilsa harom bo'ladiganligini bilishdir. Mana mushu fiqhidir deb Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh shunday degan. Endi nafsga nima qilsa joiz bo'ladi, nima qilsa harom bo'ladi desa, hukm yig'inchoqlab aytganda 6 hukm bor. Taqimi tafsilga aytsak 8. Bo'lmasa 6. U 6 hukm qolsa vojib. İkincisi nima? Mandub. Üçüncüsü mubah. Dördüncüsü makruh tenzihi. Beşincisi makruh tahrimi. Altıncısı haram. Endi bunu yaysak da oydu. Mesela vacib ne çıkıyor? Farz, vacib, sünne, mustahab, mubah, makruh tenzihi, makruh tahrimi, haram deb 8 vardı. Bazıları 7 qaldı var. 7 deb sanıqallı var. Makruh tahrimi bilan makruh tenzihini bir sanab 7 deganli var. 7 deganli var. Lekin tafsili aytsak 8 ga oydu. Bo'lmasa 6. Vacib bilan farzni bir sanasak, undan keyin buni hukmi bir deganlik emas. Lekin taxallusda yig'inchoqlab aytishayotganda vacib bilan farzni bir atasak, sunnat bilan nafl ne bir atasak bunun genelde muydaqanda 6 ga ketdi. Xo'sh, endi nafsga bu 6'nın ikki tarafı var. Bu 6'nın nima? Vacib, mandub, mubah, makruh tenzihi, makruh tahrimi, haram degan bu 6'nın ikki tarafı var. Yani qilish tarafi, qilmaslik tarafi deb ikki tarafı var. Qilish tarafi, qilmaslik tarafi. Qilish tarafi degan, masalan, vacibni qilish, vacibni qilish, mandubni qilish, mubahni qilish, makruh tenzihini qilish, makruh tahrimini qilish, haromni qilish. Qilmaslik tarafi bo'lsa-chu, vacibni qilmaslik, mandubni qilmaslik, mubahni qilmaslik, makruh tenzihini qilmaslik, makruh tahrimini qilmaslik, haromni qilmaslik deb buni ikki tarafi bor. Ama endi nafsga, yani shaxsga qaysini qilish joiz, qaysini qilish haram degan gapni bilishni o'zi fiqh o'ti. Masalan, vacibni qilish nima? Joiz. Vacibni qilish joiz. Nima joiz degan gap qanday gapchi? Bu yerdagi joiz degan gap umumiy bir gap, ha? Ba'zi chaqda qismi qilishni qilish joiz deganni ko'rsatdi. Ba'zi chaqda qilsa amal harom bo'lmaydigan ishni qilsa joiz deganni ko'rsatdi. Biz demoqchi bo'lgan gapimiz. Ba'zi chaqda qilsa adatsiz katta savob bo'lgan, qilmish qattiq harom bo'lgan ishni qilishmi joiz degan. Hamma hukmda umumiy. Joiz bu degan gap umumiy bir gap hamdi. Bir durust bu, halal bu, andan degan boshqa xos gaplar. Lekin joiz bu degan gap umumiy bir gap, umumiy. Shunga nafsga vacibni qilish joiz. Bir. Uni kenidan mubahni, mandubni qilish joiz. 2. Mubahni qilish joiz. 3. Undan keyin makruh tenzihini qilish joiz. Ya'ni amal harom bo'lib ketmaydi. Harom bo'lib ketmaydi, qilish joiz. 4 oldu. Joiz 4. Undan keyin joizlik tarafidan qilish tarafidagi joiz o'g'ini 4 oldu. Qilmas tarafidan joiz o'g'ini sanaydi. Qilmaslik o'g'ini nima? Mandubni qilmaslik joiz 5. Va mandubni qilmaslik joiz 5. Undan keyin mubahni qilmaslik joiz 6. Makruh tenzihini qilmaslik joiz 7. Makruh tahrimini qilmaslik joiz 8. Makruh haromni qilmaslik joiz 9. Mana 9. Endi haromni qilmaslik joiz degan gap, haromni qilmaslik degan aslida nima? Majburiyat u. Ondan. Lekin joiz degan gap yana vacib degan gapni chiqardi. Balki haromni qilmaslik vacib degan gapni chiqardi. Joiz degan gapimizdan. Va 9 oldimi? Unga 3 qoldi. 3. Qilish tarafidan bo'lgan harom bo'tu deganda 3 qoldi. O'za makruh tahrimini qilish nima? Makruh tahrimini qilish harom. Haromni qilish harom. Harom bo'tu. Uni kenidan vacibni qilmaslik bilmaysiz. Vacibni qilmaslik harom. Shuning bilan 12 xil tarifatni birini o'chiga oldi. Demak, buni bir necha xil tarifat bor. Ba'zilar malaha va ma'alaha deganni
nefski nima foydali, nima ziyonli deb tushundik Alloh. Anda desa nima foydali, nima ziyonli desa, bir muncha degan 6 dan hukmning ba'zan taraflarini o'z ichiga olmaydi ma tarifat. Kamil tarifat olmay qoldi. Ba'zilar nafsga nima qilsa halol o'ti, nima qilsa harom o'ti degan Alloh. Buniki yana bir qism, ba'zi bir qismlari tarifatning ichiga daxil olmay qoldi. Ba'zi nafsga nima qilsa joiz o'ti, nima qilsa joiz olmaydi degan Alloh. Buniki ba'zi bir qismi nima kelib qoldi, tarifatning ichiga daxil olmaydi. Lekin eng oxirdagi eng tanlangan tarifat bo'lsa, nafsga nima qilish joiz bo'ladi, nima qilish harom bo'ladi degani shu 12 xil hukm, 6 hukmning 12 xil tarafini hammani o'z ichiga oladigan isl tarifat. Shu intayin qarindoshlar insonni ching tutiraman. Ya'ni ma'rifat nafsi ma laha va ma alayha degan nafsga nima qilsa joiz bo'ladi va ma alayha degan nima qilsa harom bo'ladiganligini bilish. Shunday deb ataladi, fiqh deb ataladi dedi İmam Adem Ebu Hanife rahimahullah ilgili salaf Hanefi ulemalari. Endi şu gapning o'zidan bu itiqad meselesi mi? İtiqad, aqida meselesi mi? Bunu kirib ketadi ve fiqh tarmoq meseleleri mi kirib ketadi ve vicdaniyat meseleleri mi? Hammasi kirib ketadi. Yani vicdaniyat meselesi degan, yani ihsan, yani qalb amelleri. Qalb amellerini, qalbdagi narsalarni, masalan hasad, xo'rlik, mutakabbirlik degan bunda yomon illat, uning kenidan kan qo'rsoqlik, mardlik degandek bu yaxshi illatlar buni hukmi deb osh gapning biri hammasi buni ichiga kirib ketadi. Buni qolganda ma ta'rifat bo'yicha bo'lgan vaqtida. Bu ta'rifat bo'yicha bo'lgan vaqtida, ya'ni Alloh taologa iymon etish, Alloh taoloning birlik borligini tunish nima vojib, ya'ni nafsga joiz bo'lgan ish, vojib degan gap. Alloh taologa iymon etmaslik, Alloh taologa kofir bo'lish harom bo'lgan ish degan gap. Bunda hukm hammasi o'sha ichiga kirib ketadi. Endi va yuzadu amalan. Xo'sh, va yuzadu amalan dedi. Endi kinki salaf ulamolar, Hanefi ulamolaridan kinki salaf ulamolar va yuzadu amalan fiqhniki dairesini bir az tarlashtirish uchun, ondan tarlashtirish uchun amaliyotda bu fiqh deganda nima masalalar, aqida masalalari va kinki nima vijdoniyat masalalari, axloq masalalari bu fiqhniki tadqiqot obyekti bo'lmaganlik uchun kinki salaf ulamolar amalan deganni qayd qilib ketib qo'ygan. Bo'lmasa İmam Adem Ebu Hanife rahimahullah bu amelenini qayd qilmagan. Shu sababdan o'zi İmam Adem Ebu Hanife rahimahullahning yozgan Fiqhul Akbar nomli aqida haqida yozgan kitobi bor. Bu kitobga Fiqhul Akbar deb nom qo'yilgan. Nimada İmam Adem Ebu Hanife rahimahullah aqidani nima ichiga, aqidaning ilmini fiqhning ichiga akirganligi uchun kitobga Fiqhul Akbar hozir biz qo'ygan fiqh ilmi fiqhul asg'ar deb atalgan. Xo'sh, endi va yuzadu amalan degan, ya'ni amalan degan iboratni, bu iborani qayd qilib qo'yiladi. Nima ish qilsa li yukhraj al-i'tiqadatu val vicdaniyatu, ya'ni e'tiqodiy masalalar va vijdoniy degan gap, ya'ni his, tuyg'u masalalar, ko'ngil orqali tuyuladigan, his qilinadigan, hissiyatga oid, tuyg'uga oid masalalar hammasi chiqib ketishi uchun, chiqib o'tilishi uchun amalan degan gapni nimaga qaydni qetib qo'yiladi. U chaqda fiqh degan nafsga, ya'ni shaxsga nima qilsa joiz bo'ladiganligini, va nima qilsa harom bo'ladiganligi, amal jihatdan nima uchun nafs shaxsga amal jihatdan nima qilsa joiz bo'ladiganligi va nima qilsa harom bo'ladiganligini bilishdir degan bu ma'nosi. Endi buni biz amalanni qayd qilganda nima masala kelib chiqadi desa, Musanif rahimulloh deydi, "Fayakhrujul kalamu va tasawwufu." Endi u chaqda biz amalan degan qaydni keltirib qo'ysak, bu chaqda ilmul kalam, ya'ni aqida ilmi. Alloh taologa iymon etish vojib, Alloh taoloning payg'ambariga iymon etish vojib degan aqida bilimlari ahli sunnat va jamoat
Akide'nin düşündüğün akide bilimleri ve tasavvuf ve tasavvuf yani ahlak bilimleri. Tasavvuf diyen yani nefsini paklaş, tezkiyat nefs, kalbini paklaş, ruhunu paklaş, yaman illetlerden kurtuluş, yaxşı illetler bilen zinnetleniş, ashab-ı sufi kiramlarınki revişlerini tutuş, kalplerini bu dünyanın havayı heveslerini tutduruş degandek tasavvuf bilimleri bunu bilen fiqhiniki tadqiqat obyektidan chiqib ketdi bu gapda amalan degan maqaytni qilib qo'ygan vaqtida. Ve men lem yazid arada shumul. Endi amalan degan qaydni qatmag'anlar, uni ziyoda qilib qatmag'anlar bo'lsa, arada shumul, ya'ni aqida ilmi, tasavvuf ilmi, qatorliq ilmlarning hammasini nimaning ichiga shu nima fiqh deganning ichiga kirgizgan bo'ladi. Yani şu sebepten Peygamber Aleyhisselam ne diyecekse Peygamber Aleyhisselam her qanday kişiga Allah Taala yaxşılıqni irade qilsa, o kişini yufaqqihu fid-din. Onu dinda fiqhdan qiladi, fiqh şunas qiladi degini. Bak fiqhni g'ana biladi o'yliqi. Shu hukm masalalarini g'ana biladi degan emas, balki aqida masalalarini mo, fiqh masalalarini mo, Kur'an hadis ayet tefsirlerini mi, tasavvuf meselelerini mi, dinni haqiqiy tushunadigan kishi degan ma'noni ko'rsatmoqchi. İmam Azam Ebu Hanife rahimahullahning nimasi bo'yicha ko'z qarashlari bo'yicha. Endi qarindoshlar eng diqqat qiladiganlar bizniki Hanafi mazhabidagi usul fiqh degandiki fiqhning ta'rifoti nima ekan? Ma'rifatun nafsi, ma laha va ma alayha. Halaf ulamalar ne bilen amelen degan gap qaytni qetib qolibdi. Mana bu bizniki Hanafi mazhabidagi usulni ta'rifoti har qanday kitobda mushtarib bu ta'riflaydi. Endi ma o musannif rahimahulloh bash degandek men bu kitobda al-Mahsul degan gapni Shafiy mazhablarininki imomlardan Imom Faxrurazi va Ibn Hajib degandek mush katta ulamalarning mu ko'z qarashlarini men kitobimda o'tirib qo'yib qo'yman va ularga yani en isil cevher gaplarını qilib qo'yman va ba'zan yerlarda tuzitishga keraklik yavlab qolib qolsa, bunda yaxshiroq bo'ladi deb o'zimniki Hanafi ulamolarining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib qo'yman deb musannif rahimahulloh har ikkala tarafniki nimalarini kitobida o'tirib qo'yapmadi. Shuning uchun bu Hanafi tarafniki ta'rifoti qaysi, dalili qaysi, Shafiy tarafniki dalili qaysi deganni kalanda aniq ayirib olishinglar kerak. Çünkü usul bu sel universal. Yani mesela başka usul kitapların usul şaşi degandek, Nurul Enver degandek kitaplarda başka mezhepniki usullerini anda munda cihatte tanıtay şekilde keltirip onunki şerhlerini şerhlep ötmeydi o. Lakin tenqih degan kitap bununki tevdih deb şu yüzü musannif rahimahullah o'zi şerhlagan ve o tevdihni bu tevdihga Sa'duddin Tabtazani rahimahullah telvih tabir nima haşiye yazgan. Bunu intayin Azhar Üniversitesi'nde derslik okulayotgan intayin meşhur bir kitap. Şafii ulamaları alaydı kanal bilgen demiş bu kitapta. İki taraf asası tanıtay mangalı intayin kuch sarf qilgan musannif rahimahullah. Endi shu qiyla deydi shu. Bu yerdagi bu kitobga qiyla deb kelsa, bu gapning ojizligini emas, balki Imom Shafiy yoki Imom Ash'ari degandek katta olimlarning ko'z qarashlarini yoki Shafiy mazhabidagi ulamalarning ko'z qarashlarini demoqchi. Chunki bu kitob muxtasar bo'lganligi uchun hattoki Imom Azam Abu Hanifa rahimahullahning ismi tilga ilinmadi nima deb bu matarifatni Imom Azam qilgan deb tilga ilinmadi. Amaliyotda bunun qanlıq aniq hammasi mutavval kitoblar hammada tilga ilingan. Bu kitob muxtasar bo'lganligi uchun qisqacha shaklda, ya'ni o'quvchi talab ilmlarning zehniga eng muhim bo'lgan masala o'nasin deb demoqchimdi. Shu qiyla degandiki, mana bu ashabi Shafiy, Imom Shafiy rahimahullahning ashablarini nima deb tushundida fiqh degan fiqh degan gap desa, fiqh degan al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati min adillatiha at-tafsiliyyah. Min adillatiha tafsiliye deb tushunadi. Demak, al-ilmu bil ahkamish shar'iyyatil amaliyati. Amaliye ma'da amaliye degan gap chiqib ketmoqda yozmada. Boshqa nusxalarda bor. Men qo'l yozma nusxasi ekan, shuni tanladim. Qila al-ilmu bil ahkamish shar'iyyatil amaliyah
min adillatiha tefsiliyye. Yani fiqh degan şer'i ve şer'i ameli hükümlerini tefsili delillerden biliş. Şer'i ameli hükümlerini tefsili delillerden biliş degan bo'ladi, fiqh degan ma'nosi degan bo'ladi. Endi bu ahkam degan hukm deganim degan gap. Endi hukm degan gapni hukm 3 xil bo'ladi. Hukm adi, hukm aqli, hukm shar'iy deb 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Hukm adi degan bir nima? Hukm degan gapning ma'nosi, tildagi ma'nosi nima? Yakun, xulosa degan gap. Birasidan chiqqan xulosa, birasidan chiqqan yakun, birasidan chiqqan savoq degan gap. Endi hukmul adi degan gap, masalan, an-naru muhriq. O't ko'ydirdi desak bu hukm adi. O'tning ko'ydirganligini hech qanday odam ko'z bilan ko'rib, quloq bilan anglab ko'ydirganligini qo'llamaydi, balki odatda tajriba qilib nima? Buni aql orqali qo'llamaydi. O'tning ko'ydirganligini aql orqali bunda qalablam mal ko'ydirganday deb qo'llamaydi, balki buni tajriba qilish orqali. Odatda kishilar shunda qo'lni tiqib qilib ko'ydirganligini bilish yoki hatto shuning uchun kichik bola chaynakka qo'lingizda choy ishga to'g'anda kichik bola buvoq bolalar kelib, "Voy" desa unmaydi. Hattoki qo'li tegib ko'ygandan keyin chaynak tutmaydigan bo'lgani uchun bir qatim tajriba qildi. Tajriba qilgandan keyin ham o'tni ko'ydirgan deb biladi. Shunga hech kim avval bilmagan chaqda bilmaydi uni, aql bilan bilolmaydi o'tni ko'ydirganligini. Agar bilgan bo'lsa shu kichik bola shu kichik bola shu o'tni qiziq shaylarni tutmaslik kerak. Ko'ydirgandan keyin ham his qildim, endi ko'ydirgan deb bildi. Mana hukmul adi deb atadi. Ikkinchisi hukmul aqli. Hukmul aqli degan gap bir narsa 3 chekis bo'lib qolmaydi. Bir narsa 3 chekisga bo'lib qoladi. Hech qanday narsa, har qanday narsani bir aytguchi bor, bir qilguchi bor. Buning bir sababi bo'ldi. Masalan, biz uyga kelsak, uyga kelib bir kasadan birisi sinib ketildik. Bir stakandan birisi sinib ketildik ko'rsak, shunda qarablam bu stakanni kimning sunganligini va yoki nima bilan sinib ketganini bilmasak, chuqum bu stakanni yoki kichik odam birisi ishda o'tib, yoki bir shamol chiqib, yoki bir sabab bilan yoki tushib ketib sinib ketganligini bilalaymiz, bir sabab bilan. Buni ko'z bilan ko'rmasak, bu bir kim ashunda qilib sunayotganini ko'rmasak, tushunaraymiz, bilalaymiz. Bu chuqum bir sabab bo'libdi buningga deb. Bu hukmul aqli deb ataladi masalan. Hukm shar'iy degan shariat hukmlari ayna. Abayimiz so'zlab o'tgan hukm shariat hukmlari. Shu oltin hukm. Endi hukm degan 3 kun bilan bitgan. Shu hukmni shu ekan de ahkam degan gap. Shuning uchun hukm 3 kun bilan kelganligi uchun shar'iy degan gapni menga qayd qilib ekib qo'ydi. Ahkam shar'iy degandiki, shar'iy degan gapni nima uchun qayd qilib qo'ydi desa, ma hukmul adi emas, hukmul aqli emas, balki hukm nima? Ash-shar'iy. Shariat hukmlarini bilish fiqh deb ataladi. Deb uni ko'rdim amaliyni qayd qilib qo'ydi. Chunki amaliyni qayd qilib qo'yishiga sabab nima? Amaliy degan gap shariatniki masalan nimalar va e'tiqodga oid tarafi va uni keyindan o'sha avvalgi vijdoniyat, tasavvufga oid tarafi va u taraflar emas, balki amaliy degan qalb amallariga emas, balki a'zolarning amallari, a'zo bilan qilgan amallarniki amallarni bilish til orqali va badan orqali qilinadigan ibodat, qavli ibodatlar, badaniy va moliy ibodatlar demakchi. Amaliy degani mushu amalga oid ibodatlarni hukmlarini bilish. Demak biz shar'iy amaliy ishga qaytdan bosh chiqib ketgan shaylarni bildik. Unga min adillati hat tafsiliyya degan gap tafsiliy dalillar orqali degan gap. Yani bundan dalil ijmoliy orqali bilgan gaplar chiqib ketadi. Fiqh bir odam faqih deb atalish uchun chuqum tafsiliy dalillar orqali, masalan, namozning farzligini Xudo taoloning karimda aqimus solata deb gapdir. Aqimus solata degan gapdan namoz farz ekan. Uning keyinidan zakatni va atuz zakata debdi. Bundan zakat farz ekan. Alloh taolo va la taqrabuz zina debdi. Zinoga yaqin yo'lmang debdi. Zino qilish harom ekan. Uning keyinidan harom qilib Qur'oni Karimda harom ekan deb har bir ishning hukmini Qur'oni Karimdan hadis orqali bilish, tafsili dalillar orqali bilishni nima deb atadi? Fiqh deb atadi. Lekin ijmoliy bilish, masalan, ijmoliy bilish degan gap al-amru yaqtadi al-wujub. Alloh taolo aqimus solata deb demak, amr buyruq, ya'ni bunda Alloh taoloning bunda qilin degan buyruqi vojiblikni ifodalaydi, taqozo qiladi. Alloh taolo bunda qilma degan buyruqi harom bo'lishini
taqozo qiladi degan manda gap dalil ijmoli deb ataladi. Dalil ijmoli. Bu dalil ijmolini bilganlik fiqh deb atalmaydi. Ya'ni shar'iy amaliy hukmlarni tafsiliy dalillardan bilishni nima deb ataladi? Fiqh deb ataladi deb nimalar İmam Şafii rahimehullah'ın ashabları fiqhini muşunda tarifledi. Endi musannif rahimehullah muşu el-ilmu bil ahkam-ı şer'iyyeti min adillatiha tafsiliyye degan gapning o'zini yana muşu ulamolardan bu usul fiqh degan cho'ng jihatni ikkiga bo'linadi. Biri usulul mutakallimin, yana biri usulul ahnaf. Yani biri mutakallim kalamshunoslarning usuli ve yine biri Hanefi mezhebidagi ulamolarning usuli deb ikkiga bo'linadi. Shunga mutakallim ulamolarniki mushu Şafii ashab Şafii mezhebidagi ulamolarning mushu al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati al-amaliyya min adillatiha tafsiliyya degan mushu nimani ta'rif, mush ta'rifniki yashmisini şu kalamshunos ulamolardan bo'lgan kalamiyullarniki ta'rifatlarni bizga parcha tushuntirib bermoqchi. Musannif rahimahulloh deydi vel hukmu abi men 5 dedim har qanday narsani ta'rif qila olsak ko'p shaklda keltirilganlarini birlik shaklda qaytarib ta'rif qilamiz deb. Vel hukmu dediğimiz al-ilmu bil ahkam dedim ama şu ahkam degandiki ahkam degan ko'plik shakl, uniki birlik shakli al-hukm. Yani vel hukm degan qila degan gap kim ham deyil degan gap kim buni deguchi desa buni deguchi İmam Ash'ari. İmam Ash'ari degan Abul Hasan Ash'ari rahimahullah. Ash'ari guruhiniki ang imami. Ash'ari guruhining imami. Ash'ari guruhi degan qaysi guruh desa bu ahli sunnat vel cemaat aqidasiniki ichidagi ahli sunnat vel cemaat aqidasi cho'ng jihatdan 4 ga bo'linadi. Bir yoki 3 ga bo'lamiz. Biri nima? Ash'ari guruhi. İkincisi Maturidiye guruhi. Üçüncüsü İmam Ahmed rahimahullah'ın ki agashkishlar tutgan yani el-mufavvidun. Mufavvidul yani ehlul hadis. Tabi atılato mushu ahli sünnet vel cemaat mushu 3 farqini chikirto. Bunun ichiga tasavvuf kirib ketadi, salafi deganlarmi hammasi mushuni ichiga kirib ketadi. Bunun ichidan chiqib ketganlar bo'lsa Shia deb ataladi bu ahli sünnet vel cemaat emas, Mu'tazila, Qadariya, Jabriya degan odamlar hammasi mushu nimadan chiqib ketadi. Bunun dairəsindən çıxıb ketadi o. Şuna hazırki bütün zamanda sünniylər desə, sünni məzhəbidikilər desə, muşlarını göstərməkçi. 4 məzhəb bunun üçün kirib ketadi məsələn. Xoş, əmdi şu Əhl-i Sünnət və Cemaat aqidəsinin içindəki bir guruh bolğan Əş'ərilərinki İmam Əş'əri Əbul Hasan Əş'əri rahimehullah nə deyə düşündüyü desə, el-hukm degan. Hukm degan nə desə, hukm degan xitabullahi Teala el-mutaalliqu بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ده بچöndü deydi. Yani hüküm degan Allah Taala'nın hitabı. Hüküm degan Allah Taala'nın mükellef degan gap shariatga taklif qilingan, shariatga buyurilgan mükelleflarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan Allah Taala'nın hitabı. Hamda yeni bir yesek yani hüküm degan mükelleflarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan Allah Taala'nın iqtido degan talab yo'li bilan avit taxyir yoki ixtiyorni bilish yo'li bilan o'ziniki mükelleflarga qilgan xitobidir. Degan bu hukm degan. Deb İmam Ash'ari rahimahullah shundoq tushunadi demdi buni. Shundoq tushunadi. Endi Xitobullohi Taala bu bir diqqat qilish tegishli ish bor. Xitobullohi Taala degan gap, ya'ni aqimus solat desak, namoz o'qinglar desak, İmam Ash'ari deydi-ki, ya'ni asosiy kalamshunoslar bunday deydi. Hukm degan Qur'onga aqimus solat degan ayat bo'lsa, hukm degan ashu. Namoz o'qinglar degan bo'lsa, Xudo taolo namoz o'qinglar degan hukm ashu. Biz deymiz, fiqhshunoslar deydi, hukm degan namoz o'qinglar degan gapning farz hukm chiqdi, o'sha farz hukm. Namoz o'qinglar degan nima dalil deydi. Bas İmam Ash'ari deydi, ya'ni usulshunoslar, nima kalamshunoslar deydi, kalamshunoslar. Hukm degan nima? Aqimus solat degan o'zi ashu hukm. Shunga
Yani iqtido yo'li bilan degani talab yo'li bilan. Yani bir ishni qil yoki qilma degan gap bilan. Aqimus solat desa talab yo'li bilan bo'lgan nima hukm. Deydi ma'no ko'zqarash. Aqimus solat desa talab yo'li bilan bo'lgan hukm. Tahir ixtiyor yo'li bilan bu ba'zi joyda ixtiyor yo'li bilan bo'lgani masalan mubah hukmi masalan. Qilsang bo'ladi, qilmasang bo'ladi va la junaha alaykum deb ketamiz. Bunda qilsangizlar gunoh yo'q deb ketib ba'zan edi. Ya'ni qilsang bo'ladi, qilmasang bo'ladi degan hukmni bildirgan masalan. Qilsang bo'ladi, qilmasang bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimda masalan sizlar ihromni yechib bo'lgandan keyin fastadu iqamiyatwa. Va idha halaltum fastadu. Ihromdan yechib bo'lgandan keyin o o'lana degan fastadu degani o'sha nima mubah masalan. İxtiyorni bir taxirdi. Men bikim o o'lab ihromdan chiqib bo'lgandan keyin o o'g'li yugurib mangla degan bo'lmaydi, ya'ni o o'lsanglar bo'ladi. Ihromdan chiqib bo'lgandan keyin o o'lsanglar bo'ladi degan gap masalan. Endi vazadal ba'du endi Ash'ari guruhidagi Ash'ari mazhabidagilarning ichidan yana ko'p qismi avil vaz' degan gapni qaytib qo'ydi. Ta'rif mushtarifni qistirib qo'ydi. Xuddi A5 ta biz amalan degan gapni qistirib qo'yganda yana الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أمد وضع diyen gap ne? Kinki Ash'arilarni ko'p sonliqni nima qo'ydi? O'shani qistirib qo'ydi ma'noma. Chunki vada degan gap ilgari kelganlar Imom Ash'ari iqtido taxririni ichiga vadani kirgizib o'tdilar. Vada degan gap shu sababiyat va shartiyat va mani'iyat yo'li bilan hukmniki nimaga kelishi, hukmning shu hukmning ichiga shu hukmniki sabit bo'lishi. Sababiyat ya'ni sabab, shart, mani degan tusalg'u degan bu 3 omil bilan hukmning sabit bo'lishi nima deb ataladi? Vada deb ataladi. Vada. Ya'ni biz buni til orqali vada degan gap aslida nima? Vada degan gap xosligida tilga oid degan gap, til. Yani arab tili nuqtasidan chiqadigan hukmlar var. Arab tili nuqtasidan chiqadigan. Ba'zan hukmlar nima? Udul aqimus salat desa, talab ila namoz o'qiladi degan gap chiqsa, ba'zi hukmlar qilsanglar bo'ldi, qilmasanglar bo'ldi degan hukm chiqsa, ba'zan hukmlar nima? Shart. Ba'zan hukmlar munda bo'lganda munda qilinglar. Munda bo'lganlik uchun munda qilish kerak. Yani munda bo'lganda munda qilsa bo'lmaydi degan munda hukmni nima deb ataymiz? Vada deymiz. Yani birisi udul gelmeyi biz hüküm sebep nima bir iş sebep olab kerakli bunga. Bir tane ayrıqlı bir vasıta var. Bu shuni hukmul vad'i deb ataladi. Masalan bunun misallaridan yani nima deydi? Avil vad'i deb atalib li yadkhul al hukmu bis sababiyyati ve şartiyyati ve nahvihima. Yani sababiyat, sabab, şart, nahvi degan mani var aslında. Shunga o'xshagan shaylar bilan bo'lgan sabit bo'lgan hukmmi shu nimaning tahtiga shu ta'rifatning tahtiga daxil bo'lishi uchun va'da nima qilib qo'ydi. Masalan, misol olsa qozi misol olsa tahorat elish masalan. Masalan, sababiyatni sabab bilan bo'lgan hukm degan qosid desa, masalan Alloh taolo sizlar liduluk shams Qur'oni Karimda kun egilganda namoz o'qiladi dedi. Andin kun egilganda namoz o'qiladi degan peshin namozi. Peshin namozini kun egilganda o'qinglar degan liduluk shamsi degan oyat nima? Shu peshin namozining farz bo'lishining sababi. Peshin namozining farz bo'lish sababi nima ekan? Peshin namozi qanday o'qiganda farz o'tgan? Kun egilganda farz o'tgan. Demak, kunning egilishi peshin namozi o'qishniki sababidir. Ham demak, buningda bunday bir qoida kulli va iza adama sababu adamal hukm. Ve iza vujida sababu vujidal hukm. Yani kun egildi, peshin vaqti keldi. Agar kun egilmadi, peshin vaqti kelmadi. Demao. Haqiqa. Yani nima? Agar bu shu sabab mishada hosil bo'lsa, nima hosil bo'ladi? Hukm hosil bo'ladi. Sabab nima kunning egilishi, hukm nima peshin. Agar sabab hosil bo'lmasa, ya'ni kun egilmasa, peshin hosil bo'lmaydi. Nima peshin? Kun egilmaganda peshin vaqti kelmaydi. Xo'sh, endi ikkinchisi va shartiyya. Shart degani nima? Shart bilan sabit bo'lgan hukm degan qanday hukm desa, masalan tahorat masalan. Al-wudu shartun lis-sola. Tahorat degan namozning sharti. Namoz o'qish uchun tahorat shart. Demak, endi buniki qoida kullida qanday deydi? Iza adama shartu masalan, iza adama shartu
عدم الحكم. إذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده العدم ولا الوجود. Yani anda degene taharatniki namazın şartı taharat mı? Taharat bolsa namaz okuğuludu. Nima taharat bolmasa namaz okuğulu bolmaydı. Taharat bolmasa namaz okuğulu bolmaydı. Lekin taharat bolsa namaz buluşu mümkün bolması mümkün. Dege taharat bir adam taharat yaptı. Taharat alganda namaz olmaydı. Namazını bu adam okusu buldu, okumusu olmaydı. Lekin av sebepçe pişimdeki gün yıkıdı pişimli vakti kişi buydu. Pişim bula buydu. Lekin bir adam taharat aldı mı? Taharat alganda namaz bulaş bolması namaz okusu buldu. Namaz bir adam kaç kişi taharat alganda namaz okuyan bolmaydı. Namaz okumakçı. Endi mani degende nima? Hayit mesela bir ayol kishi hech ko'rib qolgan bo'lsa, namoz o'qilamaydi. Bir ayol kishi hech ko'rib qolgan bo'lsa, namoz o'qilamaydi. Demak, agar yani hech ko'rib qolsa namoz o'qilamaydi. Yani yalzamu min wujudihi al-adam va la yalzamu min adamihi al-wujud. Bunda nimaniki mani niki qoida kullisi. Yani mani degan hech ko'p qolganda namoz o'qib bo'lmaydi. Lekin bir odam hech ko'rmasa namoz o'qimaydi. Hech ko'rmasa namoz o'qimaydi. Hech ko'rmasa namoz o'qishi mumkin. Hech ko'rmagan namoz o'qimashi mumkin. Xo'sh, demak bu shu nima bilan bo'lgan? Sababiyat, shartiyat, ma'niyat bilan bo'lgan hukm al-vad' buni hukmul vad'i deb ataladi. Shuniki hukmniki doirasiga kirib ketadi. Da'vatudu kim? Hozir Imom Ash'ari va Ash'ari mazhabidagilar hukmni bunday tushunadi hozir. Hukm. Endi hukmni bunday tushungan vaqtida bizdagi hukm nima fiqh degan al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati desa o'chaqdagi Alloh taolaniki fiqh degan shar'iy amaliy hukmlarni bilish degandiki bu yerdagi ahkamni nima deydi? Alloh taolaning mukallaflarning harakatlariga bo'lgan talab yo'li bilan yoki ixtiyorni berish yo'li bilan yoki va'da yo'li bilan bo'lgan xitovidir ahkam deb qo'ysa o'chaqda shar'iy degan gapni Musannif rahimahulloh bu yerda biz e'tiroz bildirdi. Buni bunday desak biz bu deganday bu yerda shar'iy degan gapni gap qo'yishi takrorlab qoladi, takror. Alloh taolaning xitobi mukallaflarning harakatiga aloqador bo'lgan hukm degan gapning o'zidan chiqsa bu yerda shar'iy degan gapni aytishning hojati yo'q. Yani shar'iy degan gapni chiqqandan keyin bu hukm deganniki nimasi bunday bo'lmaydi. Endi va ba'duhum bu shar'iy degan gapni gap qo'yganligimi takror kelib qoldi bu yerga deb Musannif rahimahulloh shunda e'tiroz keltirdi bunga. Uni keyin va ba'duhum ularning ba'zisi yani shu ash'arilarning ba'zisi arrafal hukma ash-shar'i bizalik. Endi biz abaytdan hukmni 3 ga bo'ldik. Yani hukmul adi, hukmul aqli, hukmul shar'iy deb 3 ga bo'ldik. Ularning ba'zisi hukm ash-shar'i nima bizalik ashundan uchun tunishda Alloh va deydi. Hukm ash-shar'i hukmdan bas hukmni qilib emas. Hukm agar hukmni yolg'iz gap bo'lsa, nima tasdiq degan bo'ldi. Ilm mantiq qoidasi bo'yicha ilm mantiq qoidasi ikki narsa bor. Bir tasavvur, yana birisi tasdiq. Masalan, Zaydun qoimun desak, Zayd o'rturuqliq desak, Zayd degan gap tasavvur. Biz kallamizda bir shaxsni ko'z oldimizga keltiramiz zihnimizda. Unga o'rturuqliq degan gapchi desa, bu Zaydniki nimasi? O'rturuqlik bir xabarga hukm qilgan yakunimiz, chiqargan yakunimiz. Bu yakun degani manda jihatni aytmoqchimdi. Agar manda jihatni aytgan bo'lsa, uni keyindan bunga shar'iy degan gapni ishlatish kerak bo'ldi. Agar uni demagan bo'lsa, hukm degandan hukm shar'iy degan gapni tunishtirmoqchi bo'lsa-chi deganda, makindagi shar'iy degan gap nima bo'lib qoldi? Takrorlab qoldi. Deb, ya'ni shuni demoqchimdi. Uni keyindan Musannif rahimahulloh taqa, yana bu Imom Ash'ariniki masalan aqimus salata degandagi masalan hukmni Alloh taolaning xitobi deb tushuntirishiga e'tiroz keltirib val fuqaha fiqhshunoslar kalomshunoslar bunda ta'riflaydi, lekin fiqhshunoslar yutliqunahu ala ma thabata bil khitab kal wujubi wal hurmati majazan kal khalqi ala al makhluq. Yani fiqhshunoslar bu hukm degan gapni Alloh taolaniki mukallaflarning shirkatlariga aloqador bo'lgan xitobi deb bunda
ta'riflamay uni ma sabata bil xitob deb ta'riflaydi. Ya'ni al hukm ma sabata bil xitobi al mutaalliqi bi af'al al mukallafin deb fiqhshunoslar bunda ta'riflaydi. Ya'ni xitob Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan narsa. Hukm degan Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan. Alloh taolaniki xitobining o'zi emas, balki shu xitobidan, shu xitob orqali sabit bo'lgan narsa hukm deb ataladi. Masalan, vujub va hurmat degan vojiblik bir narsaning farzligi, bir narsaning vojibligiga o'xshash va hurmat degan bir narsaning haromligiga o'xshash masalan. Majazan bu majaz yo'li bilan nima qilingan? Majaz yo'li bilan ishlatildi. Masalan, xuddi qanday majaz yo'li bo'lsa, kal xalqi alal maxluq. Masalan, xalq deb ishlatildi. Xalq degan masdar. Xalq degan masdar. Maxluq degan gapcha ismil maf'ul. Ya'ni bir odam xalq kepti desa, ya'ni maxluqlar, ya'ni Alloh taolo yaratgan yaratılg'uchilar degan gap. Yaratılg'uchilar kepti degan gap. Xalq degan gap. Asli xalq degan gap yaratish degan gap ma'nosi. Yaratish kepti, xalq kepti desa, ja'al xalqu kulluhum, xalqning hammasi kepti desa, yaratish hammasi kepti degan bo'lmaydi. Alloh taoloni yaratish degan bir sifat kepti deganlik emas, balki Alloh taolo yaratgan kishilar kepti, ya'ni maxluqlar kepti degan bu ma'nosi. Xuddi shuningdek, bu yerdagi hukm degan gap nima? Mahkum degan bu. Hukm degan gap, hukm qilish degan gap bo'lmay. Chunki agar hukm qilish deb tushunsa aqimus salat degan bu. Namoz o'qinglar degan gap hukm Alloh taolaning hukm qilganligi. Lekin namoz o'qinglar degan gapdan chiqqan hukm nima? Mahkumun bih, ya'ni farz. Namoz o'qishning farzligi nima? Mahkumun bih. Namoz o'qinglar degan gap hukm qilish degan bu. Alloh taolaning ya'ni xitobi o'zi bu. Shunga Musanif rahimahulloh xuddi xalq deganni maxluq degan ishlatganday, biz hukm deganni mahkumun bih ishlatatmaz. Fuqaholar shuni ishlatadi. Dapalab uni kenidan mushib